9 yosh qizalog'imiz suzishga qatnashadi. Qulog'iga suv kirmasligi uchun qo'yadigan quloqchinini qattiqroq bosib olib, tashqi eshik yo'liga kirgizib yuborgan. Qizimiz ozgina sho'xroq ekan, umumiy narkozda olishga majbur bo'ldik. Mana ko'rishingiz mumkin, qulog'idagi quloqchinni yarim qismi pastda olishga harakat qilingan. Bizdan boshqa lorlar ham olmoqchi bo'lgan. Olinmaganligi hisobiga noiloj общий narkozda olganmiz. Mana tashqi eshik yo'lida inorodniy telani oldik, ya'ni yod jismni, nog'ora pardasi. Yod jism uzoq muddat turgan hisobiga pardalarini rangi ozgina o'zgarib qolgan. Bu xudo xolasa 2-3 kunda o'z holatiga qaytib oladi. Bemorimiz yaxshi, stabilni, alhamdulillah operatsiyalarimiz yaxshi o'tdi.